Assalomu alaykum do'stlar. Hozir sizlar bilan bir Shahrixondagi pichoq bozoridan qisqacha bo'lsa ham video qilamiz. O'zingizlar ko'rib nomerlarni qoldiraman. Bemalol telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Unda bo'lsa biz ketdik. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Shahrixon shahridagi pichoq bozoridan sizlarga qisqacha bo'lsa ham video qilamiz. Mana bu yerda pichoqchi akamiz o'zi sotar ekan. Shulardan narxini so'raymiz. Assalomu alaykum aka. Necha puldan necha pulgacha pichoqlaringiz? Pichoqlarimiz 100 ming so'mdan. 100 ming so'm. Aytilishimi, kami bormi? Kelishtirib berilaveradi. Kelishtirib berilaveradi. Chetga olib chiqmoqchi bo'lsa dokument qilib beraverasiz. Dokumentlarni qonuniy qilib beramiz. Qonuniy qilib berar ekan. Beramiz. Ma'lumotlarimiz bor, mana 150 ming so'm. 150 ming so'mdan. Pichoq ham podarka qilsa bo'laveradi. Xo'jalikdan ishlasa bo'ladi, podarka qilsa ham bo'ladi. Universalda. Sovg'aga bo'lsa bunaqa oqlarimiz bor, mana. Bo'rikalar deyiladi nomlari. Bo'rikalar deyiladi. Qo'raymaydi. Bu pachimlik aboymami? Yo'q, bular nejaveka. Nejaveka. Zaynabni qolmaydi-ku. Hozir qaysi mashindan pachimlikda bo'lgan? Aboymada. Aboymadan bo'lgan, mana Shahrixon deb yozilgan. Haqiqiy o'zimizning milliy Shahrixon pichoqlarimiz. Shahrixon pichoqlari. Yonga taqadigan toza pichoq, oshxona. Xillari ham bor. Chexollariga solib beramiz. Kamplichida shu 100 ming bo'lsa, 100 ming so'mga chiqarib beramiz. haligi relisdan bo'lgan pichoqlar. Relisdan bo'lgan, mana mana relisdan qilingan. Qaytmaydi, ucha ancha-muncha qaytmaydi. Qaytmaydi. Lekin buni uy sharoitida balgarga chaqlash tavsiya qilmaysiz. Ustasiga olib kelib, ustasiga olib kelib buzib qo'yadi pichoq. balgarga buzib qo'yadi. Endi xanjarlar bor ekan mana bu yerda. Bular chiroyli ekan, nech puldan? Shoxdan bo'lgan. Nimani shoxi? Bug'unikimi? Bular moldi shoxi, qotoslardi shoxi. Moldi shox ekan, 200 ming so'mdan ekan, kelishtirib berar ekan. Ko'p olgan odamga dokumentlar qilib. Buni xini bo'lmaydi? Buni bor. Xini bilan. Ha, Korobkalari bilan solib berar ekan. Mana oqsuvay nimaniki? bu shoxdan bo'lgan, bug'uni shox. Bug'uni shox. Natural. Bular bundan qimmatroq, a? Bu shox yo'qroq. Bular nech puldan? Ular 250 ming so'm. 350 ming deyapti, kelishtirib beramiz deyapti. Mana bu yoqda endi magazin, do'kon bugun ertalab kelganimiz uchun, endi ochilgani uchun hali mana bu yoqda tovarlarni hali bosmagan. Endi bu yoqda mana xanjar deymizmi? Bu xanjarlardan bor. Sovg'aga ham bo'ladi. Ochamiz, mana qarasa. Qilishlarimiz bor. Bu podarkaga Qutisa yong'oqdan qilingan, korobkachalar. yong'oqdan qilingan korobkachalar bor ekan. Mana nimani shoxi mana shu? Shox, moldi shox. Adres shu Shahrixondagi Fajarni ko'chada. Bu Fajarni ro'parasida. Agar kimga kim ma'lumot kerak bo'lsa, sovg'a olmoqchi bo'lsalaring, raqam ham qoldiraveramizmi? Nomer ham qoldiraveramizmi? Aytsangiz, 93lik. 93lik ekan. 706 706 88 35. 88 35. 93lik 706 88 35. Jamshidbek akamizdan ekan. Mana rang-barang pichoqlar. O'zingiz yoqqan bo'lsa mana men hozir sizga aytaman. 1-qator, 2-qator, 3-qator, 4-qator. Siz videoda ko'rib turib, qaysi qatordagi pichoq yoqdi, narxlarini so'rasangiz, aytib ber. Mana bunaqa Damaskusdan soqlari bug'unli shoxdan. mana po'latdan bo'lgan ekan. O'zimiz ustalarimiz ishlab chiqyapti, Shahrixonda chiqyapti.
O'zimiz Shahrixondan chiqyapti ekan. Bu suv hisoblarimiz. Milliy posonda qilingan. Bular toza original pichoqlar. Buni xo'jalik ishlatganingiz bor ekan. Kichkina. Nechi pul ekan bular? Bular 80 ming. 80 mingdan ekan mana. Ham zaynamiydi metali. Nirjavika nom olgan ekan. Zaynamiydi. Hurmatli obunachilar, kimga nima qiziq bo'lsa, shu yerga telefon qilib, bemalol telefon qilaverasizlar. Faqat chiqarib beraveramiz. pochta xizmatlari ham bor ekan, faqat ertalabki 8 dan kechqurun 10 gacha. Yo'q. Soat 5 gacha. 5 gacha, abitdan keyin 5 yo'q, ishlash emas, telefon qilish. Ha, telefon bemalol. Telefonni xohlagan paytda telefon qilaverasizlar ekan. Hamisha xizmat qilamiz. Bo'ri kalla degani mana shu bo'lsa kerak. Bo'ri kallalar bo'lgan. Tig'lari relsdan bo'lgan. Tig'lar relsdan bo'lgan ekan. Pochta xizmatlari ham bor ekan. Beramiz pichoqqa. Ismlargacha yozib berar ekan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha xizmatda akalar.